Assalomu alaykum Ramzuz kanalining obunachilari. Assalomu alaykum YouTube chorva ishqibozlari. Bugungi manzilimiz Toshkent viloyat Nurafshon. Har doim aytaman sizlarga, akalar, obuna bo'lib qo'yinglar, tanish bilishinglarga jo'natib qo'yinglar. Toshkent viloyat Nurafshonda arzon sigirlar bo'ladi va sifatini ko'rib o'zingizlar bahoni beringlar. Endi bahoni bularga har doim 5 qo'yiladigan variantlari sotuvga chiqyapti. Bugungi sanamiz 12-may 2025-yil sanasi bilan videorolik boshlayapmiz. 2 dona birinchi qoringa bo'g'oz, bittasi krasnoy pyostra, bittasi semental variantlaridan sotuvga chiqyapti. Hurmatli obunachilar, xohlagan joylar bilan solishtirib ko'raveringlar. Sementalni ko'ryapsizlar. 35-40 ga ham topa olmaysizlar tuqqan variantini. Mana sizlarga tug'magani 5-oydan o'tgan birinchi qoringa bo'g'oz 35 million so'm kami bor. Mana avstriyskiy tozasi birinchi qoringa bo'g'ozidan. Hurmatli obunachilar, atrofda ko'ryapsizlar, semental buzoqchalar necha pul bo'lyapti. O'zim ham raza qadirdim, tug'ilganlari 20 kunliklariga уже 15 million, 18 million so'rayotgan joylar ham bor. Kalkulyatorga solib ko'ringlar, 5 oydan keyin bu sigirimiz sizga necha pul tug'ib beradi. Buqa tug'sa naqd $1000 o'zim beraman akalar. O'zimga shunda telefon qilsanglar, Ramiz aka, sigirim tug'di, buqa tug'di desanglar, $1000 o'zim beraman. Bozorga olib siz undan ham qimmatga sotasiz. Buni oshchasiga ham aytib qo'yaraman. Ko'ringlar, kimga ma'qul kelsa, akamiz dastlabkalarga ham yordam berishadi. Vodiydan bo'lsangiz yoki vohadan bo'lsangiz, shu yerdan mashina gaplashib siz tomonga qarab jo'natib yuborishadi. Onlayn savdolar ham bor. Narxi 35 million so'm sementalga. Krasnoy pyostramiz esa 2 oylik bo'g'oz. 2,5 oylik bo'pti akalar. 28 million so'm so'rayapti. Lekin bir joyga olaman degan ishqibozlar chiqib qolsa, akalar 58 million so'm kami ham bor. Bir joyga olsa Krasnoy pyostrani ko'rib bahon berib qo'yinglar akalar, buqada borasizlar akalar. O'zim rossiyskiy varianti. Mana. Ikkitasini olib qo'ying, hurmatli obunachilar, hech qayerda ishlashi ham keragi yo'q. Mana shunaqa variantlardan ikkita sigir boqing. Daromad degani mana shulardan bo'ladi. Sutni ham berib yoradi, bolani ham berib yoradi. Bolalarni sotib olmasdan 1 yil ushlab sotsangiz, kamida 25-30 millionlik buqalar bo'ladi. Mana onalarni ham ko'ryapsizlar. Bo'g'oz varianti necha pulga sotilyapti? Mana. Semental xaltlarini solishni boshlaymiz o'zi. Egalar nomerlarni ekranga emas, videomiz sarlavhasiga qo'yaman, chunki bunaqa go'zallari, bunaqa arzonlari tez sotilib ketadi. Pastda egalar raqamlar turgan bo'lsa, telefon qilib savdolashib ko'ringlar. Sotilgan mollarni sotildi deb yozib qo'yganman. Mana. Voy joningni. Jupiga bir joyga 58 million, donavoyiga bunisiga 35 kam bor, bunisiga esa 28 kam bor. Hala qo'yib chiqarasizlar. Bugungi manzilimiz Toshkent viloyat Nurafshon.